Do'stlar, 18:44 Kamaz do'lon sotiladi. Kimki olmoqchi bo'lsa, adres manzil Darnohay Sharituz, Jamoat Xudoynazar Xolmatov, DX Qizlobod mahallasi, o'zimning mahallamdan Kamaz do'lon sotiladi. Kimki olmoqchi bo'lsa, biran kamchiligi, biran aybi yo'q. Kimki olmoqchi bo'lsa, marhamat videomizni, polni videomizni tomosha qilingizlar. Mana marhamat jigalarimiz. Do'stlar, birinchi yeri chirigan yo'q, ko'ryapsizlar. Mana birinchi yeri chirigan yo'q mana. Cho'tka bu Kamazning kattasi do'lon. Kimki videomizni kuzatgan bo'lsa, mana ko'ryapsizlar, o'zi ko'tarib bemalol shibenkani tugadi. Qo'yda be mana. Balonlar divoyna chitrana qo'yilgan mana ko'ryapsizlar. Mana birinchi yeri chirigan o'zingiz ko'ryapsizlar mana. Faqat shu zakaz qilgan odam sizga shibenka zakaz, qum zakaz qilgan, nimaiki zakaz qilsa kam bo'lmaydi. Bu Kamazning kattasi do'lon aklar. Bunga xeyli narsa ketadi. Hozir balandlarni ham ko'rsatishim Alloh bo'lsa, ichkarilarini. Mana do'stlar, Qizlobodda moyka ham ochilgan. Bexabara ko'klarimiz xabardor bo'lsin. Parsiz, Ishlol, yoki Kalmakiz, kimki qayerdan kuzatgan bo'lsa, marhamat kelaverasizlar. Moykaga mashina jo'dirmoqchiman, ko'klar polni ish qiladi. Mashina nimaiki jo'sh, qayerdan jo'sh kerak bo'lsa. Mana polni Kamazning videoobzorlarini tomosha qilyapsizlar o'zlaringiz. Mana adres o'zimda qishlog'imda, o'zimda mahallamda. Telefon nomerlar 904 41 88 84 nomerga telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Assalomu do'stimiz telefonga javob beradi do'stlar. Mana marhamat, o'zingiz ko'ryapsizlar. Ichkarilarni ham hozir polni bir ko'rsatib boramiz. Bu ochiladimi bu ichkarisi? Bu yoqdanmi? Ketdik. Da, bu yoqdan ochamiz biz. Nima ochmaydi? Davay. Kirqani ichkariga. Mana ko'ringizlar. Mana polni ichkari videoobzorlarni tomosha qilyapsizlar. Buni o'zingiz ko'ringizlar. Hamma narsasi qoida be, qarochi. Qishloq sharoitida xalqqa xizmatda jirgan Kamaz. Biran aybi yo'q, biran kamchiligi yo'q. Kelasizlar, bir kalitda zavodiga minib ketasizlar. Mana ko'ryapsiz, birinchi chirigan yo'q. Narxini 170 ming so'm deyapti. Yana muomalasi bor deb qo'ydi dedi. Dokumentlar bo'lsa, dokumentlari hammasi 100% akalar. Hay nima deymiz? Musofirda yurgan, safarda yurgan yurtdoshlarimiz, qishloqda yurgan, Tojikistonda yurgan qilamiz. Bekor yurgan bo'lsalar, biran ishni boshini ushlayman desalar, mana shu Kamaz sotib olsalar, mana birovning o'g'ri kunni jingil qilib berasizlar. Xumak va shibenga berasiz, g'isht toshiysizlar, boshqa ish qilasizlar. Xullas, o'zimizning qishloq sharoitida ish berayotgan Kamazlardan biri. Mana O'zbekistonda Cobalt mashina do'stlar, mana pechga tushiryapmiz. Bugunchisi 28-iyulisi. Ha, do'stlar, ikki ko'zli pechka. Bunisiga ovqat pishirasizlar, bunisiga choy qo'yadi o'rtaga. Xullas, qolipli. Mana ko'ringizlar o'zingizlar, mana qolipli. To'qirmaslikda kesilgan dutasi, garantiyasi, dutasi, vazvarati va pechkani. Mana taga chaynakda qo'ysa, o'rtaga qo'ysa bo'ladi. Murojaatga chiqib berasizlar buni. Polni orqasi ochiq. Cho'q buni bu yerda turadi. Cho'qlari. Mana pechka ideal holatda tayyorlangan, mana ko'ryapsizlar. Mana cho'gunni ko'ryapsizlar. Mana cho'gun. Almatira emas, ko'p pechkalar tayyor bo'ladi. Mana shu yerda cho'gun bo'ladi. Almatira bo'ladi. Bunisi cho'gun. Ko'ryapsizlar. Qo'llayotgan narsalar ham juda qo'lay tayyorlangan. Telefon nomerlar 902 12 42 42 telefon nomeriga telefon qilasizlar. Mana Shavkatjon akamiz o'zi O'zbekistondan Tojikiston filiallaridan o'qib beryapti. O'zbekistondan Tojikistonga o'tyapti, Tojikiston filiallaridan o'tkazib aqib beryapti akalar. Murojaatga chiqib berasiz. Kimga pechka kerak bo'lsa, Shartuz, Qabdiyon, Beshkent 3 ta rayon bo'lib xizmat qilamiz.